Qorovulning kundaligi. Xo'yvadagi unutilganlar. Manzil: Xiva tumani. 121-sonli ko'zi ojiz bolalar internatining sobiq binosi. Muddat: 2016 yil 14dan 19 iyun. Muallif: A. Ix. Vaqtincha. Smena qorovuli. 14 iyul payshanba. Bugun birinchi smenam. Xiva chekkasidagi bu bino odamni vahimaga soladigan darajada mahobatli va qarovsiz. Hujjatlarga ko'ra, bino o'tgan asrning 30 yillarida qatag'on qurbonlari saqlangan qamoqxona poydevori ustiga qurilgan. Internat ko'chib ketganiga ancha bo'lgan, lekin havodagi chang va chiriyotgan qog'oz hidi hamon o'sha muhitni saqlab turibdi. Sinfxonalardagi devorlarda ko'zi ojiz bolalar qo'li bilan chizilgan g'alati, qiyshiq-pishiq rasmlar. Ularning barchasida ko'zlar qora rangda bo'yalgan. Go'yo ular menga qarab turgandek. Ko'ngir, 21-juma, soat 2:13 da. Koridorda qadam tovushlari eshitildi. Men buni shunchaki kalamushlar deb o'yladim, lekin tovush ritmik edi. Xuddi kimgadir ergashayotgan kichik bolalar qadamidek. Chiroqni yoqib tashqariga chiqdim. Hech kim yo'q. Ammo devor ortidan bo'g'iq, go'yo tomoqqa tiqilgan qon aralash pichirlash keldi. Qayt, bizni ko'rmaysan-ku, qayt. Eski arxiv xonasining og'ir temir eshigi men qulflaganimga qaramay g'iyqillab lang ochiq turardi. Xona ichida muzdek havo oqimi bor edi. Vaholanki Xivoning iyul oyi jaziramasida bu imkonsiz. 16 iyul, shanba. Bugun kunduzi binoni yaxshilab ko'zdan kechirdim. Devorlardagi suvoqlar, ko'chgan joylarda zanglagan temir panjaralar va qadimgi zanjir halqalari ko'rinib qolgan. Bu yer internat bo'lishidan oldin haqiqiy jahannam bo'lgan. Tun yarmida pichirlash aniqroq eshitildi. Bizni unutma, biz hamon shu yerdamiz. Soat 3da hovlidagi deraza oynasida bir nechta bolaning aksini ko'rdim. Ularning ko'zlari o'rnida qora bo'shliq edi. Ular o'zaro qo'l ushlashib devor ichiga kirib ketishdi. Qo'llarim titraganidan fonarni tushirib yubordim. 17 iyul, yakshanba. Mahalliy aholidan bo'lgan bir kampir darvoza oldida to'xtadi. Uning qarashlari g'alati edi. O'g'lim, bu yerning tuprog'i qon bilan sug'orilgan, dedi u shivirlab. Qatag'on paytida bu yerda otilganlarning bolalarini ham shu yerga qamashgan. Ularning aybi shunchaki kimningdir farzandi bo'lgani. Ular yorug'lik ko'rmay o'lib ketishgan. Endi tushunyapman. Bu internat nega aynan ko'zi ojizlar uchun bo'lgan? Ruhlar o'zlariga o'xshaganlarni qidirishgan. 18 iyul, dushanba. Dahshat cho'qqisiga chiqdi. Arxiv xonasidan sarg'aygan, nomdan bo'rtib ketgan daftar topdim. Oxirgi sahifasida yangi yozilgan siyoh bilan "Bizni esla, qorovul aka. Sen bizni ko'ryapsan-ku" deb yozilgan. Men u yerda yolg'izman. Bu yozuvni kim yozishi mumkin? Kechasi soat 3da o'chirilgan, hatto elektr tarmog'iga ulanmagan eski magnitofon o'z-o'zidan ishga tushdi. Undan bolalar xorining g'alati, sekinlashtirilgan ohangdagi qo'shig'i yangradi. Qo'shiq so'zlari orasida bolalarning hiqillab yig'lagani va deftilardi. 19 iyul, seshanba. Men boshqa chiday olmayman. Bu yer shunchaki bino emas, bu tirik xotira. Devorlar nafas olyapti. Bu yerda bolalar ruhi emas, ularning azob uqubatlari qotib qolgan. Hukumat bu yerni bog'cha qilmoqchi emish. Qaysi ota-ona o'z bolasini bu qabriston ustiga qurilgan qafasga olib keladi? Men ishdan bo'shash haqida ariza yozmadim. Shunchaki qochyapman. Qorovulning so'nggi qaydi. Qonli barmoq izi bilan. Men ketaman.
lekin ular meni qo'yib yuborishmayapti. Qayerga qaramasam o'sha qora bo'shliq ko'zlarini ko'ryapman. Agar buni o'qiyotgan bo'lsang, orqangga qarama. Ular hozir sening ham ortingda turishibdi.